Titanik cho'kayotganda kema kapitani nega oxirigacha qolgan? Sababi oddiy. U birinchi bo'lib qochsa vahima boshlanadi. Oxirigacha turib bersa, tartibli ravishda odamlar evakuatsiya qilinadi. Nega bunaqa deyotganimning sababi bor. O'sha sabab esa Islom Ismoilov. 2025-yil Saudiya Toif shahri Qirol Fahd stadionida bo'lib o'tgan finalni eslasak. Birinchi bo'limning o'zida ikkita qizil kartochka olgan yigitlarda hakamga nisbatan ishonch qolmadi. Ishonch yo'q joyda ishtiyoq yo'qoladi. Aytgancha, hakamni tanishtirib o'tmasam menga ham qizil berishi mumkin. Al-Shamari Qatardan. Tan olib aytaman, men Ismoilovning o'rnida bo'lganimda ikkinchi qizildan so'ng yigitlarni maydondan olib chiqib ketardim. O'yinga boykot e'lon qilardim. Biroq bu holat cho'kayotgan kemaning kapitani birinchilardan bo'lib qochishiga teng. Darvoqe, Titanik 15-aprel kuni cho'kkan. Bizning o'yin esa aprelning 20-sida bo'lgan. Aprelda shunaqa voqealar bo'lib turadi shekilli. Kapitan qochmagani uchun, asl kapitanga ishongani uchun matroslar va ekipaj a'zolari kapitanga ishonishdi. Ishonch bilan birga ishtiyoq ham qaytdi. Ishtiyoq xavfli qurol. Niyat yomonlar qo'liga tushib qolsa bormi? Baxtga qarshi shu kuni oqlarning qo'lida edi. Ikkinchi bo'limda VAR ishlab ketdi. Penalti, hisobni ochdik. Tribunadan nisbatan ozroq bo'lsak-da hayqiriqlar uyumgacha eshitildi. Biz qaytdik. Kapitan bilan qaytdik. Oqimga qarshi suzish uchun qaytdik. 71-daqiqada Rustamjonov to'pni tepdi. Hasanov qanotidan qochdi. Qo'lida chelagi bor edi shekilli muzdek suvni saudlarning ustidan quyib yubordi. Hisob 2-0. Bunaqa golni yaqinda Kurtua va Valverde ijrosida ko'rdingiz. Farqi, ular 17 yosh emasdi. O'sha kungi taassurotlar yodingizda, lekin oradan vaqt o'tib jahon chempionatida birgina epizod tanqidlar keldirdi Ismoilovga nisbatan. O'zi uchun qildi deb o'ylaysizmi? Ha, aynan shu vaziyat uchun qilgandir, lekin bu minglab yosh avlod uchun dars bo'ldi. So'nggi nuqtagacha umidni uzmasdan kurashish kerakligi maktabdagilarga tushunarli bo'ldi. Superligaga qaytamiz. Turonda boshlangan yo'l Neftchi bilan tutashdi. O'sha kunga achchiq so'zlarning mevasini terib olgani keldi. Ketma-ket yirik g'alabalar, Super Kubik chempionligi, Ismoilovning yo'li kino qilinsa ssenariy tayyor, o'zi yozgan. Shunaqa har bir insonning o'z taqdiri va o'z vazifasi bo'ladi. Suv ostiga cho'kkan bilan Jek bo'la olmaysan, Evrika deb aytgan bilan Arximed bo'la olmaysan. Hurmat bilan Saminjonov.